Qancha baldır bilsanız sizga shuncha foydasi yetadigan samimiy maslahat. Tushunsangiz 80% odamdan olqib ketasiz. Birinchi, haqiqiy do'stni boshqatirib qo'g'dash hojatisiz. Siz bir mazgil kayfiyatni boshqatirib qo'g'dagan vaqtingizda bu hissiyatning ta'mi o'zgarib ketadi. Ikkinchi, gap qilish istiqingizni kontrol qiling. Kimni kelib ikki og'iz gap so'rasa, siz unga bor yo'q amin deb aytmang. Siz do'stingizga ishni aytgan maxfiyatlik balkim do'st do'sti bilan paranglashgan chaqda mish-mish parangga aylanib qolishi mumkin. Qancha baldır bilsangiz sizga shuncha foydasi yetadigan samimiy maslahat. Tushunsangiz 80% odamdan olqib ketasiz. Birinchi, haqiqiy do'stni boshqatirib qo'g'dash hojatisiz. Siz bir mazgil kayfiyatni boshqatirib qo'g'dagan vaqtingizda bu hissiyatning ta'mi o'zgarib ketadi. Ikkinchi, gap qilish istiqingizni kontrol qiling. Kimni kelib ikki og'iz gap so'rasa, siz unga bor yo'q amin deb aytmang. Siz do'stingizga ishni aytgan maxfiyatlik balkim do'stingiz do'sti bilan paranglashgan chaqda mish-mish parangga aylanib qolishi mumkin. Uchinchi, ochiqlangan vaqtda hargiz qaror chiqarmang. Bu vaqtda qaror chiqarsangiz 100% pushaymon qilasiz. Ochiqlanish ziyni bor, foydasi yo'q ish. To'rtinchi, bir odamning aloqalashib arziydigan yoki arzimaydiganligini bilmoqchi bo'lsangiz, uning nima deganligiga emas, balki nima ish qilganligiga qarang. Og'izda sizga bugun kechda hisobotni men qilaman deydi. Hisobot qilgan chaqda tuyuqsiz o'birniga yuguradi. Bundaq odam bilan munosabatni uzsangiz bo'ldi. 5. Munosabat meyli qanchalik yaxshi bo'lsin, pul qarz berganda hujjat yozib berish kerak. Balkim pulni qaytarib ola olmay qolishingiz mumkin yoki munosabatga daz ketish mumkin. Buningga tayyorlik qilib qo'yish kerak. 6. Munosabatingiz har qancha yaxshi bo'lsa-mu, boshqalarning uyiga mehmon bo'lib qolganda hargiz quruq qo'l bormang. Bo'lmasa qarshi taraf o'zini men hurmatlanmadim deb o'ylab qoldi. Bak o'zmeylchi bo'lib ketmang. Boshqalarning uyiga mehmon bo'lib berish diplomatiya aloqasiga bakroq o'xshaydi. 7. Sizni yaxshi ko'rgan odam nima ish qilsangiz siz ko'ngil bildi. Biroq qatim yutalsangizmi nima bo'lganligini so'raydi. Sizni yaxshi ko'rmaydigan odam uchun mayli siz nima ish qiling, uning kayfiyatiga ta'sir etmaydi.